Assalomu alaykum azizlar. 18 fevral 2026-yil. Obyektimiz Andijon viloyati Izboskan tumanida o'tgan yil qurilgan akvaparkimizga qaytadan restavratsiya ishlarini qilyapmiz. Filtr nasos qo'ymoqchimiz. Mana bu tomonlariga shtraba qilib farsunkalar qo'yiladigan joylarni ochyapmiz. U tomoniga yo'mko'z texnika mashinasi bo'linadi. Mana chetlariga ariq yasyapmiz. Har bitta basseynga filtr nasos qo'yiladi. Perlyumni sistema qilmoqchimiz. Mana bu tomonimizda ham ikkita basseyn, ham texnika mashinasi, ham rezervuari turadigan yama qilyapmiz. Hamma basseyn ustida perlyum sistema qilmoqchimiz. Kesib, turbalar tashab. Bu tomonda ham bu tomon ayollarniki, bu tomonimiz erkaklarniki alohida devodga. Bu tomonga ham to'liq perlyumni sistema qilmoqchimiz. Chetlariga ariq qo'yib, suv bundan toshib, ariq bilan mana yerda yo'mko'z texnika mashinamiz qilinadi. Hozir turba tashiydigan holatiga to'g'rilayapmiz shirabalar qilib. Hamma basseynimizga shunaqa sistema qilmoqchimiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, telefon nomerlarimizga murojaat qilasiz.